Aya, biz nima uchun faqat uyga vazifa qilishimiz kerak? Darsda ustoz tushuntiradi, ya'ni uyga bir gal uyga vazifa qilishimiz kerak. Nima uchun shunday? Qara. Sen maktabda o'qib kelding, bugun senga uyga vazifa berdi. Bugun berdi. Ertaga beradi. Indinga beradi, to'g'rimi? Uyga kelib uyga vazifa qilmading. Bu seni boshlang'ich sinflaring bo'lsa, keyin 7-sinf deylik endi. 10-sinf bo'lsin, xo'p? 11-sinf. Sen maktabni bitirasan, to'g'rimi? Keyin qara, oliygohga borishingga to'g'ri keladi. Bu bilimlaringni agar mustahkamlamasang, oliygohni bilimlarini ko'tara olmaydi. Tushundingmi? Agar bugun o'rganganingni uyga kelib mustahkamlasang, yana mustahkamlasang, ertaga berdi, uni mustahkamlasang, indinga berganini ham mustahkamlab, hammasini zakrepit qilsang, senga o'rgatilgan narsani, oliygohni, ya'ni universitetga borsang, bilimlaringni bu ko'taradi. Bu senga poydevor bo'ladi. Poydevor mustahkam bo'ldimi, angliyskiydanmi, ruskiydanmi, matematikadanmi, qaysi fan bo'lsa ham, shunda oliygohni bilimlarini ham esingda saqlaysan. Ular seni boshchangga, miyachangga sig'adi hammasi. Tushundingmi? Verstein? Verstein. А я раньше думал, что в эту двойку не получить. Нет.